Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, kanalimiz tomoshabinlari, mana BYD avtomobiliga zaryadniy stansiya o'rnatdik. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu gal alohida uchotchik qo'ydirildi. Alohida uchotchik bu yerda bez limit kilovatiga 1000 so'mdan to'lanar ekan. Mana hozir zaryadniy stansiyani ham ishga tushirib ko'rsatamiz. Endi aytishyaptiki, bu bilan buni vazifasi nima? Bularning vazifasini alohida tushuntirib o'tib keting deydi. Uchotchik alohida zaryadniy stansiya uchun qo'yildi. Uyga alohida ketyapti. Demak, bu 2,5 kilovatli oddiy zaryadka. Buni misol uchun damashniy zaryadka deymiz. Mana bu zaryadniy stansiya. Zaryadniy stansiyaning vazifasi nima? 7 kilovatgacha tokki bir me'yorda yetkazib beradi va misol uchun потребление kun ob-havosiga qarab kamaytiradi, ko'paytiradi. 3 kilovatdan bir 7 kilovatgacha o'zi boshqaradi. Ya'ni tokki potokini boshqaradi, lekin stabilizator vazifasini bajarmaydi, adashib qolmanglar. Relay напряжение. Qisqa tutashuv, qisqa uzilishlardan zamykание deymiz. Shulardan blotka va avtomobilni asraydi. Uzoq zashita nima qiladi? Odamni tok urishdan asraydi. Vaqt o'tib, misol uchun mana bu kabellar tortilib travma bo'lib qolsa yoki mashinaning o'zida biron nima bo'lsa, ana o'shandan asraydi. Qisqa aniq odam korpusga tok tegib qolsa, odam tok urishdan asraydi. Keyin mana bu 16 amperli oddiy zaryadkaga qo'yildi. 40 amperli zaryadniy stansiyaga qo'yilib, montaj ishlari tugallandi. Hozir oddiy zaryadkadan olib tekshirib ko'rdik. Mana oddiysi qo'yildi. Bunda soatiga 1,3 kilovat beryapti mana. 1,3 kilovat, 94% zaryadka. Endi zaryadniy stansiyaga qo'yib ko'ramiz. Katta zaryadkaga qo'yamiz. Yana videoga olamiz. 1,3 mana ko'rgan bo'lsangiz. Mana endi zaryadniy stansiyaga qo'ydik. Bu o'chdi. Mana bunisi lipillayapti, demak zaryadka olyapti degani. Endi necha kilovat soatiga berayotganini ko'ramiz. Olti 2 kilovat. Bunda 1 soat 8 minut. Zaryadka to'ladi. 6% zaryadka. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.